Ceyhati başlıqlar yığınının rəhbərləri yığınның keyin birdək bayanat elan qılıb, Xitay Xalq Cumhuriyetining siyosiy və Şərqi Türkistondagi Uyg'urlarga qilingan zo'ravonligi və ziyonkashligini tanqid qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitay Kommunistik hukumati Şərqi Türkistondagi Uyg'urlarga qilgan zo'ravonligi va ziyonkashlik qilishi bilan tanqidlanib, Amerika sheriklarining yer shari ta'minlash zanjiridagi osonlik millatlarning majburiy emgak kuchi ishlatishiga bo'lgan andishasini ifodalagan. Bu ta'minlash zanjiri bo'libmi dehqonchilik, quyosh energiyasi va kiyim-kechak sanoatida kishini andishiga soladi. Amerika Davlat ishlari kotibi Blinken va Kengash palata a'zosi Rubio Twitterda mundaq dedi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti begunoh doktor Gulshan Abbosni darhol turmadan qo'yib berish kerak. Blinken apandi 12-iyul Twitterda mundaq deb yozdi. Bugun Gulshan Abbosning 59 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Shundaqla uning turmada begunoh yotgan 3-yili. Uning tuqqanlari bilan birga tabriklash huquqi bor. Tug'ilgan kunida u chuqum oilasidagilar bilan jam bo'lishi kerak. Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtaliya və Yaponiya qatarlıq dünyadakı ən boy sanoatlashgan demokratik davlatlarning rahbarlari 13-iyun Ceyhati başlıqlar yig'inida güzel dunyoni qayta qurish shuari o'tirib qo'yib, taraqqiy qilgan davlatlardan ta'minlash yordam talab qilib, Xitoyning trillion dollarlik bir balvoq bir yo'l turiga taqobil turishni o'tirg'a qo'ydi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, 7 davlat guruhining rahbarlari bu başlıqlar yig'inidan foydalanib, dunyodagi eng boy demokratik davlatlarning Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'siridan halqib, taraqqiyot yo'lini ta'minlaydiganligini dunyoga namoyon qilishni umid qilgan hamda Xi Jinpingning rahbarligiga javoban mos qadamda harakat qilinib, Xi Jinpingning rahbarligidagi Xitoy Kommunist partiyasining kunsiri kuchayotgan ifodasi keltirib chiqargan xiristlarga javob bermoqchi bo'lgan. İsrailiyada yangi qurilgan birlashma hukumatning İşەnç ئاۈازىغا ئېرىشىشى bilan 12 yildan buyon davomlashayotgan bosh ministr Netanyahu davri oxirlashdi. İsrailiya parlamentida birlashma hukumat 60 parlament a'zosining qo'llashi natijasida İşەnç ئاۈازىغا erishdi. Bunun bilan 2009 yildan buyon bosh ministr bo'lib kelgan Netanyahuning davri rasmiy oxirlashdi. İsrailiyaning yangi bosh ministri Naftali Bennett va birlashma hukumatning ministrlari parlamentda ayrim-ayrim qasam qilib vazifa topshirib oldi. Xitoyning Xubey o'lkasida tabiiy gaz liniyasida yuz bergan portlashda 12 kishi qazo qilgan, 37 kishi og'ir yaralanib, jami 144 kishi yaralangan. Xitoyning aloqador mas'ullari shu yerning vaqti atigan soat 6:30da Xubeyga qarashli Xi'an shahridagi bir o'ltiroq rayonida tabiiy gaz liniyasida portlash yuz berganligini e'lon qilgan. Sayyi guruhlari portlashda og'ir yaralangan 37 kishi bilan birga portlashning ta'siriga uchragan 144 kishining balnisga ilinganligini bildirgan. İzlash va qutqizish otryadlari naq maydondagi xizmatlarini boshlagan va qazo qilganlar sonining oshib ketishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Portlashning sababi haqida texnicha hech qanday rasmiy bayonot e'lon qilinmadi.